Afsuski, ijtimoiy tarmoqlarda yana bir yurakni larzaga soladigan dahshatli falokat sodir bo'lganligi aytilgan videolar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Video roligimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Shu haftaning may oyida to'yi bo'ladigan andijonlik bola Cobalt mashinasida Qozog'iston yo'lida ayanchli avariyaga uchrab vafot etganligi aytilgan video tarqaldi. Yonidagi sherigi bilan birga mashinadan uchib ketishgani, sherigi ham o'sha zahoti jon bergani aytilgan. Tezlik yaxshilikka olib kelmaydi. Mana guldek umri xazon bo'libdi. Navqiron yoshida chimildiq ko'rmay vafot etdi. O'lib ketdi-ya guvohlik berishmoqda qumning yaqinlari. Shuningdek, yana bir mudhish falokat sodir bo'lganligi haqida xabarlar tarqaldi. Surxondaryoda bozorda begona ayol yosh qizaloqni pichoqlab tashlagan. Surxondaryo viloyati Denov tumanida begona ayol barchaning ko'z o'ngida yosh qizchaga pichoq urgan. Holat 1-may kuni sodir bo'lganligi aytilmoqda. Hozircha ushbu xabarlar haqida rasmiy ma'lumotlar mavjud emas. Albatta tegishli organlardan rasmiy ma'lumot kutib qolamiz.